O'rtoq, keldingmi? Mana men topib qo'ygan ijara uy. Hozir telefon qilib gaplashay, borib ko'rib kelamiz. Chaqirayotgan abonent apparati o'chirilgan yoki Voy, xizmat ko'rsatadi. telefoni o'chirilganmi? Hop, Telegramdan yozib ko'raychi. Voy, yozib bo'lmayapti. Bizni bloklab qo'yibdi. Pulini to'laganmidingiz o'zi? Pullari to'langan tayyor. Voy, aldab ketdimi? Aynan mana shunday holatda 2 nafar qizni chuv tushirib ketgan firibgar qo'lga olindi. Ma'lum bo'lishicha, 2001-yil Navoiy viloyatida tug'ilgan fuqaro samarqandlik 2 nafar qiz bilan joriy yilning 4-sentyabr sanasida Telegram ijtimoiy tarmog'ida tanishib, ijaraga uy berishini aytgan va ulardan ma'lum miqdorda pul mablag'larini olgan. Kvartira topish masalasida internetdagi Telegram tarmog'idagi Samarqand ijara uylar gruppasidan o'zimizga ma'qul bo'lgan kvartirani topgan edik. Uni egasi bilan gaplashib ko'rdik. Oldindan to'lov qilish kerakligini aytdi bizga. Karta raqamlari, nomerlarini tashladi. Biz oldindan to'lov qildik. Ijaraga kirishimiz kerak bo'lgan kuni u kishining nomerlari ham Telegram tarmog'ida ham ishlamay qoldi. Meni Telegram ijtimoiy tarmog'ida Samarqand kvartira ijara uylar guruhi bor edi. Boshqa gruppalardan va asosan kanallardan olib, o'g'irlab chop etib, asosan gruppamga post joylardim. Asosan student, o'g'il bola qizlar yozardi. U kvartirani arzon narxda olib joylashtirardim. Keyin ularga oldindan pul olib, o'zimning shaxsiy hisob kartamga pul tashattirib, oradan 1 soat, 2 soat o'tib ularni bloklardim. Sizlardan iltimos qilaman, menga o'xshab hech kimni pulini xiyonat qilmanglar va boshqani qilmayman. Bundan qilingan ishlarni juda ham pushaymonman. Agar o'sha kvartira topmoqchi bo'lsanglar, ofitsional agentlarga murojaat qilishlarini so'rayman. Mazkur holat bo'yicha Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi tomonidan olib borilgan tezkor texnik tadbirlarda mazkur firibgarlik jinoyatini Navoiy viloyati Nurota tumanida yashovchi 2001-yilda tug'ilgan fuqaro tomonidan sodir etilgani aniqlanib, hozirda ushbu shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lib, tergov harakatlari olib borilmoqda. har bir jinoyatga jazo muqarrar. Ayb ish qildingizmi, ertami, kechmi, albatta javobini berasiz. Charos Yo'ldoshev va Akobir Musulmonqulov, Samarqand.